Hozir chiqar. Jahongir, nima qilyapsan bu yerda? Ha hollar aka, tuzimiz ko'rmayapsan, baliq ushlayapman aka. Yomg'irda zarilmisan unga, qishda nima ushlab turibsan? 10 ming so'm bersangiz aytaman aka. Mana 10 ming so'm. Endi Aka, hozir baliq chiqadi-yu. Men chiqish bilan borib, betiga bitta urib turuvchi olaman aka. senga ham elda nima meni? Qo'y. Jahongir aka, nima qilyapsiz bu yerda? Yo, to'g'ri Murod, ko'rmayapsan, baliq ushlayapman. Ya bu g'ish nimaga g'ish? 10 ming so'm bersang aytaman, 10 ming so'm. Mana. Men qaragin, hozir baliq chiqadi-yu. Baliq chiqqandan keyin bitta urib ushlab olaman. Qo'yang jinni ekansiz. Bak cho'pinglarni kuydirmay o'tiringlar, bo'ptimi? Barcha hatiyo. Nima qilyapsiz? Ko'rmayapsan, baliq ushlayapman. Qo'lingizni olish nima kerak? 10 ming bersangiz aytaman. Ji, men qayda bor edi mana? Aytingchi Men endi. qarang, hozir baliq chiqadi-yu, baliq. Baliq chiqqanda mana chiqish bilan bitta urib ushlab olaman. Jinni bo'lsiz, kuyova qalmadi o'zim shu beraveradi-yu. Buni bilmadim, lekin mana chiqishda ertalabdan beri qo'limda ushlab turib 300 ming pul topib oldim. G'ishtiyarmi qani kuyov? Siz ham mana shunaqa 300 ming pulni oson topmoqchimisiz? Bo'lmasa siz mana shunaqa neveslardan qurdirib olishingizga to'g'ri keladi. Ko'rib turgan nevesingiz o'zbekistonliklar uchun juda katta yangilik. Kvadrati 280 mingdan 500 mingga doğru bo'ladi. Ustakalarimiz bu neveslarimizni O'zbekiston bo'ylab ponni hamma yo'g'i ichida qilib beradi. Ustakam uyingizga borgandan keyin обязательно bitta abiz qilib bersangiz, 1,5 kun, 2 kunda mana shuncha kvadrat nevesingizni bitirib beradi. Ayniqsa stoykalari mana bunaqa gullardan bo'ladi. Akalar, sizlarga mana shunaqa sifatli neves xizmatlari kerak bo'lsa, pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.